Messi yoki Ronaldo anchadan beri ko'tarilmay kelayotgan bu mavzuga Mbappedan ajoyib javob. Messi yoki Ronaldo? Voy, men ikkalasi bilan ham o'ynaganman. Messi bilan birga o'ynaganman, Ronaldoga qarshi o'ynaganman. Krish mening kumirim, lekin Leo bilan ham birga o'ynaganman. Har ikkisiga qarshi o'ynagan inson sifatida aytish mumkinki, aslida ular ikki xil futbolchilar. Bir xil emas. O'xshashmasa, yo'q, umuman ikki xil futbolchilar. O'ylashimcha, ular o'rtasidagi qarama-qarshilik ajoyib bo'lgan. Ularda hamma narsa bir-biriga teskari. Bittasi o'ng oyoq, ikkinchisi chap, bittasining bo'yi baland, ikkinchisi pastroq. Birining harakatlari ajoyib, ikkinchisining jismoniy holati zo'r. Birida kuch bo'lsa, ikkinchisi o'yinni yaxshiroq o'qiydi. Va sen biri mehnat, ikkinchisi talant degan gaplarga qo'shilasanmi? Umuman mana shu gaplarda o'zi ma'no bormi? Ya'ni Messi shu darajaga yetish uchun mehnat qilmaganmi? Bilasanmi, bunday gaplarni aytadiganlar hech qachon futbol o'ynab ko'rmagan. Men har doim shu gaplarni qaytaraman. Ham bu gaplar futbol o'ynamaydigan insonlarning gaplari. Agar menga Ronaldoda talant yo'q, Messi mehnat qilmagan desang, demak sen hech qachon futbol butsalarini kiyib mashg'ulot o'tkazmagansan. Bunday deydigan odamlar butsa kiyib har kun mashg'ulot